Ana endi nimalarga o'zgartirish kiritiladi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu videoni diqqat bilan ko'ramiz. Fikrlarni izohlarda qoldirasizlar va bittadan obuna tugmachasini bosib qo'yamiz va like bosamiz. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Kelin, qaynona kelin majorasiga budjetdan pul ajratiladimi? Shu to'g'rimi? Kerakmi shu narsa? Ma'naviyatni chegarasini ham bilmayapmiz-da, qayerda uni chegarasi? Bugungi kunda hammamiz mana televideniyada ko'ramiz. Ko'riladigan seriallar asosan qaynona kelin, qaynota kelin, oilaviy mojarolar mana shularga qaratilganda, bu teleseriallarni ko'rganda yoshlarimiz o'tdan ibratli, kerakli o'ziga bir xulosalar chiqarib, aksincha bir negativ tomonlarini ham o'zlari o'rganib boryapti-da shu narsaga. Shu joyda aytmoqchiman, endi bu saylovchilar boshqacharoq qilib chiqarsa bo'lmaydimi o'sha joylarda medaga tegmaydigan, qayta ko'rsang ham charchamaydigan kinolar nahot iloji yo'qmi bu shuni yaratishni degan savollar qo'yadi-da. Bugungi kunda aholini o'sha madaniy ma'rifiy saviyasini oshirishga qaratilgan, yoshlarimizni vatanni sevishga, sadoqatli xizmat qilishga yoki birdamlikka, aholini o'sha tinchlikka, shukronaligiga qaratilgan bir kinolar yaratish, seriallar yaratish, agar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha seriallardan mana bugungi kunimizni qahramonlarini ibratli, hayotini ibratli qilib ko'rsatadigan bir asarlar yaratsak bo'lmaydimi? Telemahsulotlar yaratsak bo'lmaydimi? Qachongacha kelin qaynona majorasiga e'tibor qaratiladi? Bu ham kerakdir balkim, lekin uni ibratli tomonlarini ko'rsatish kerak-da. Endi shu yerda yana bitta narsani savol bermoqchiman. Kelin, qaynona kelin majorasiga budjetdan pul ajratiladimi? Shu to'g'rimi? Kerakmi shu narsa? Albatta, meni kun tartibimda vazir sifatida ijodkorlardan faqat va faqat tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan jamiyatimizni qaysidir umuman ma'naviyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan kontentlar yaratish, asarlar yaratish bo'yicha doimiy harakat qilamiz. Ma'naviyatni chegarasini ham bilmayapmiz-da, qayerda uni chegarasi? Aniq, mana shu joyda bu juda ham doimiy bahs, munozaralik holat bo'lyapti. Bu bir taraf oqlasa, bir taraf oqlamayapti. Shuning uchun bugun biz erkin jamiyatda yashayapmiz. Menimcha buni ko'proq aynan mana shu ko'zga botayotgan, bizni ma'naviyatimizga qarshi ishlayotgan har qanday illatlarga qarshi birga kurashishimiz kerak. Yana shuni aytmoqchiman. Birga va yana birga. Bitta agar Madaniyat vazirligi san qilishing kerak deb o'tirsak, u ish bo'lmaydi, vaqt o'tib ketadi. Chunki men sizlarga aytayapman, Madaniyat vazirligining vakolat qudrat doirasida emas. Ya'ni hozir siz aytayotgan masala, ayniqsa seriallar masalasi. Seriallar ko'proq telekanallarning mahsuloti. Har bir telekanal, xususiydir, davlat kanallaridir. Telekanallarning mahsuloti u, ya'ni telekanallar yo buyurtma beradi yoki telekanallarga serial olgan odam olib kelib sotadi uni. Ana o'sha ikkalasining o'rtasida bir mezon qo'yib berishimiz kerak. U qaysi bo'ladi o'sha mezon? Qaysi aniq shuni bir qizil chizig'ini ko'rsatishimiz kerak. Bugun madaniyat sohasiga ham davlat xususiy sheriklik tamoyillarini keng targ'ib etilyapti, joriy etilyapti. Aynan mana shu yo'nalishlardan unumli foydalangan holda yoshlarimiz uchun yangi bir zamonaviy ta'lim tizimlarini yaratish yoki o'sha ijodiy imkoniyatlarni kengaytirish, ijodiy muhit yaratish borasida vazirlik oldida turgan muhim strategiyalar haqida, vazifalar haqida bilmoqchi edik. Nima uchun bu savolni beryapmiz? Bilamizki, aynan kino va drama va kino aktyorligi yo'nalishida o'qiyotgan talabalarimiz davlat teatrlarida amaliyot o'tashadi va o'qishni tamomlagandan keyin ham aynan davlat teatrlariga murojaat qilishadi. Lekin davlat teatrlarida shtat chegaralangan, ular esa o'sha ishga joylashishda turli bir to'siqlarga duch kelyapti. Aynan bu borada ham mana shu zamonaviy tizimlarni joriy etish bo'yicha vazirlik qanday bir strategiyalar bo'yicha ishlayapti? Rahmat. Sohada aynan siz
yuqorida aytib o'tgandek, umuman kreativ ekonomika bugun ayrim davlatlarni 40%dan oshiq, ya'ni VVPsini tashkil qilyapti ayrim davlatlarni. Shuning uchun bu o'ta muhim bo'lgan soha, muhim bo'lgan yo'nalish. Bu yo'nalishda biz endi qadam qo'ya boshladik. Ya'ni bu raqamli texnologiyalar bilan ko'proq bog'liq, sun'iy intellekt bilan ko'proq bog'liq, umuman va ijod bilan bog'liq bo'lgan yo'nalish. Shuning uchun biz bu yildan ayniqsa mana shu raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt orqali, demak, ko'proq kreativ ekonomika bilan shug'ullanuvchi, ya'ni hududlar, makonlarni yaratish va bu makonlarga mutaxassislarni jalb qilish, yetuk chet elda mutaxassislarni jalb qilish aniq rejalarimiz bor va o'zimizda, demak, faoliyat yuritayotgan, hozircha, ya'ni o'zi o'rganib faoliyat yuritayotgan aynan mana shu iqtidorlarni bir joyga yig'ib, demak, bu bir industriyani ham yo'lga qo'yish rejalashtirganmiz va shu bilan birga bizni umuman ish bilan ta'minlash bo'yicha eng katta oldimizda turgan, ya'ni amalga oshirishimiz kerak bo'lgan masala bor. Bu ham bo'lsa, sohada xususiy sektorlarni rivojlantirish, ya'ni madaniyat sohasidagi xususiy sektorlarni rivojlantirish, ularni qo'llab-quvvatlash, ularga ko'mak berish va sohani ayrim yo'nalishlarini xususiylashtirish orqali biz ko'proq, menimcha, o'sha ish maydoniga kirib kelayotgan yoshlarimizni ish bilan ta'minlashda ham menimcha mana shu yo'ldan borsak, menimcha to'g'riroq masalaga yechim topgan bo'lamiz. Aytishimiz kerakki, O'zbekiston ekologik partiyasini dasturiy maqsadlaridan biri bu tabiatni sofligini asrash va ayniqsa hududlarni chiqindidan xoli bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Ayniqsa bugungi kunda madaniy yuksalish atrof muhitga bo'lgan yuksak mas'uliyatni ham uyg'un bo'lishi shart. Lekin tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda shu ommaviy tadbirlardan keyin, bunaqa katta gala konsertlardan keyin joylarda o'sha plastik chiqindilarni qolib ketishi yoki bo'lmasa boshqa chiqindilarni ifloslantirish bu tizimli muammoga aylanib qoldi. Va bugun bizni mamlakatimizda o'sha yashil iqtisodiyotga o'tish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bu strategik bir yo'nalish ekanligini inobatga olib men savol bermoqchi edim. Aytingchi, bugun ommaviy tadbirlar jarayonida bir martalik plastik mahsulotlardan foydalanishni kamaytirish, keyinchalik umuman cheklash bo'yicha, umuman atrof muhitga salbiy ta'sir, bunday ta'sirlarni oldini olish bo'yicha vazirlikda qanday chora-tadbirlar ishlab chiqilgan va amalga oshirilmoqda? Mohir opa, sizga katta rahmat. Haqiqatda bugun nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda bugun bu o'ta dolzarb masala. Agar biz mana shu tadbirlarimizda bizga umuman yomon bo'lmasida, umuman shu katta tadbirlarda bizga bir vakil bersanglarmi, umuman biz to hujjatini rasmiylashtirishdan tortib biz inobatga olsakda, mana shu ekologik holatimizni inobatga olib, u o'sha farmoyishlarimizda ham, ertaga qabul qilinadigan hujjatlarimizda ham aks etsa, ishlashimiz oson bo'ladi. Biz ya'ni ko'lami kengroq natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Agar partiya vakillari yo'q demasanglar, biz shu davrda murojaat qilamiz sizlarga. Agar yordam bersanglar, bizga yo'l yo'ri ko'rsatib, umuman shu tadbirlarda qayerlarga e'tibor qaratishimiz kerak, nima qilishimiz kerak, qanaqa yondoshishimiz kerak, bizga agar yordam berib tursanglar, biz tayyormiz ishlashga. Joylarda borib odamlar bilan gaplashayotganimizda, saylovchilar bilan gaplashayotganimizda oldimizga bir qancha savollar qo'yilyaptiki, shu savollar bilan siz bilan o'rtoqlashmoqchiman. Avvalambor, biz joylarda bir paytlar qurulda foydalanishga topshirilgan va bugungi kungacha saqlab qolingan madaniyat markazlarini ta'mirlash va ularni xalqqa xizmat qilish uchun ajoyib bir maskanga aylantirish bilan bog'liq bo'lgan ustuvor masalalarni ko'tarishyapti. Afsuski, shu paytgacha ba'zi bir shunaqangi yirik
madaniyat markazlari boshqa maqsadlarga yo'naltirildi. Qaysilaridir to'yxona bo'lib ketdi, qaysilaridir masalan xususiy klinikalar yoki ishlab chiqarish korxonalariga aylantirildi. Lekin bugungi kunga qadar ham ba'zi bir saqlanib qolgan madaniyat markazlari ham bor. Shu bilan bir qatorda biz joylarda o'rganishlar paytida mana Samarqand viloyatining Narpay tumanida 35-son madaniyat markazi bor. 1927-yilda qurilgan, devorlari xom qishdan, lekin bugungi kunga kelib zax yoki bo'lmasa sovuq qishda sovuq ishlashga imkoniyati yo'q. Ta'mirlash uchun 2020-yilda hurmatli prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qaror bilan 5 milliardga yaqin mablag' ajratilgan, lekin masala o'zini yechimini topmagan. Yoki bo'lmasa Oqdaryo tumanidagi Yangi Qo'rg'on degan qishlog'imiz bor. Katta bir chiroyli iftixor degan 44-son madaniyat markazi bor. 2018-yilda tadbirkorlar qisman uni ta'mirlashga harakat qilishgan, lekin yaxshi ishlamayapti. Shuning uchun bugungi kunda u auksionga qo'yilib, sotuvga qo'yilgan. Demoqchi bo'lgan, biz bugun mana shunaqangi bor bo'lgan maqsad madaniyat markazlarimizni demak soni qancha, bog'larni ta'mirlash, jihozlash va xalqqa foydalanishga topshirish uchun vazirlikning oldida qanaqa aniq rejalari bor? Bugun Madaniyat vazirligining tasarrufida 850 dan ortiq demak madaniyat markazlari faoliyat yuritadi. Hozir aniq raqamlari esimda yo'q, lekin bularning ayrimlari umuman binosi ham yo'q. Boshqa bir binolarda o'tiradi, shu nomiga faoliyat yuritib turganlari bor. Ayrimlari siz aytgandek juda ham abgor ahvolda. Biz buni bosqichma-bosqich mana o'tgan yil ham hurmatli prezidentimizning qarorlari bilan har bir tumanda bittadan namunaviy madaniyat markazini ta'mirlash dasturi qabul qilindi. Lekin ish ko'lami juda katta, kichkina emas, u 1 yilda yoki 2 yilda masala yechilib qolmaydi. Juda katta ko'lami, ya'ni u mablag' bilan, qurilish bilan bog'liq masala. Bu birinchi tomoni. Ikkinchi tarafi bizda bu 2 yildan beri sal qiyinchilik paydo bo'lyapti. Umuman qurilish, ta'mirlash masalalarida, chunki bizda hozir unaqa tashkilot yo'q. Uni nazorat qiladigan ham tashkilot yo'q Madaniyat vazirligida. Qurilish ishlarini yo bir so'rab oladigan yoki qabul qilib oladigan yoki umuman buni nazorat qiladigan organning o'zi yo'q Madaniyat vazirligida. Ilgari UKS degan tashkilot bo'lgan, shu tashkilot doim shug'ullangan. Mana shu masalada hozir muammolar, juda katta muammolarimiz kelib chiqyapti bizni ham oldimizdan. Hozir bu yil buni ham albatta yechimini topib masalani bir yoqqa o'tkazishimiz kerak. Yana muammo bo'layotgan jihati, ilgari Madaniyat vazirligida qurilish vakolati yoki umuman invest dasturlari bilan o'zimiz shug'ullangan paytda bu qanaqadir bir norma bo'lardi. Yiliga 5 ta, 4 ta, 10 ta madaniyat markazini dasturga kiritib, shuni ta'mirlab borish. Endi hozir bu vakolat ham bizda yo'q. Shuning uchun biz faqat faktlarga suyanib qolyapmiz hozirgi kunda. Ya'ni hokimiyatlar agar nimanidir qurib bersa, ta'mirlab bersa, bu amalga oshyapti.